Piterda shunaqa joy borligini bilarmidingiz? Ushbu videoni Piterda farzandlari bilan birga yashayotgan o'zbeklar uchun tayyorladim. Piterda kunlar sovib, yozgi parklar yopilish arafasida. Siz bu joyda nafaqat farzandingizni aylantirib, o'zingiz uchun kerakli narsalarni ham xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu targovli sentr ichida zoopark ham joylashgan. Bilet narxlari 14 yoshgacha 400 rubl, kattalar uchun 600 rubl. Agar siz Piterda bo'lsangiz, tavsiya qilaman, albatta kelib aylanib keting. Chunki bu yerda hech qachon umringizda ko'rmagan hayvonlarni ham ko'rib ketasiz. Ushbu zoopark 2 etajdan iborat bo'lib, ichlari juda ham chiroyli. Bolangiz bilan bemalol borsangiz bo'ladi, chunki har bir hayvonlar mana shunaqangi oyna ichida saqlanadi. Bu joyda e'tiborimni tortgan narsa mana bunday chiroyli flamingolar bo'ldi. Ushbu zooparkni tozaligi, ozodaligi juda ham bahridilingizni ochadi. Bizda qichqirmay, ovozing uchgur degan tovuqlar bu joyda san'at asari hisoblanadi. Yo'q. Ber anu narsani. Ochib olay. Boshimga chiqib oladi hozir bu. Hamma joyni obzor qilaman desam, sizga qizig'i qolmaydi. Undan ko'ra bir marta borib, ko'zingiz bilan ko'rib keling. Zooparkdan chiqishingizda rahmat deb albatta yozib keting.